Oxirgi kunlarda eng ko'p muhokama qilingan mavzusi shubhasiz Manchester City rasmiy sahifalarining o'zbek tilida yozishi va o'zbekistonliklarni tayyor turishga chaqirishi. Tayyormisiz? Rasman do'stlar, Manchester City Artel bilan hamkorlikni yo'lga qo'ymoqda. Ochig'i, bu o'zbek brendi uchun yangi qadamni anglatadi, yangi bosqichni anglatadi. Manchester City oxirgi 10 yillikning eng muvaffaqiyatli jamoalardan biri hisoblanadi. Dunyoda 3 talikda 2 talikda bor. Bu jamoa 100 millionlab muxlislarga ega va u bilan hamkorlik tasodifan yo'lga qo'yiladi deb o'ylamayman. Manchester Cityning mintaqaviy hamkoriga aylanayotgan Artel, Markaziy Osiyodagi eng yirik maishiy texnika ishlab chiqaruvchisi, global miqyosdagi sifatli va ishonchli brendi, imijini yana bir bor isbotladi deyishimiz mumkin. Bu hamkorlikdan ikki tomon ham yutadi. Abduqodir Husanov Manchester City futbolchisiga aylangach, muxlislar soni O'zbekistonda ham ortdi. Endi dunyoda 100 millionlab ishqibozlarga ega va kelajakda birgalikda qilinadigan loyihalarni ochig'i men juda ham intiqlik bilan kutyapman. Qanday bo'lishi, qay ko'rinishda bo'lishi kuzatamiz va omad tilaymiz ushbu hamkorlikka.